Assalomu alaykum hurmatli talabalar. Men Urganch davlat universiteti geodeziya, kartografiya, geografiya kafedrasi o'qituvchisi, geografiya fanlari bo'yicha falsafa doktori Matchonov Otabek Jumanazarichman. Bugun sizlar bilan geografik axborot tizimlari fani bo'yicha yangi mavzu o'tamiz. Mavzumiz geografik axborot tizimlari va vizualizatsiya, tasvirlashning fazoviy konsepsiyasi va ma'lumotlar tuzilishi deb nomlanadi. Bu mavzu Yevropa Ittifoqining Erasmus Plus dasturi asosida quyidagi oliy ta'lim yetakchi mutaxassislari tomonidan ishlab chiqarilgan, ya'ni Erasmus Plus loyihasining EPCA granti doirasida ishlab chiqarilgan. Afina Milliy texnika universiteti Gretsiya, Vilnius Gediminas texnika universiteti Litva, Minxu universiteti Portugaliya, Lund universiteti Shvetsiya. Mana shu universitetlarning yetakchi geografik axborot tizimlari bo'yicha yetakchi mutaxassislari tomonidan bu dars ishlab chiqilgan. Men uni ingliz tilidan o'zbek tiliga tarjima qildim. Hozir shu mavzuni sizlar bilan batafsil ko'rib chiqamiz. Demak, ma'ruzalar tarkibi nimalardan iborat? Ma'ruzalarda demak ikkita asosiy ma'lumotlar modellarini maydonga asoslangan model va obyektga asoslangan modellarni tahlil qilamiz. Geofazoviy ma'lumotlarning modellarini amalda qo'llash uchun ishlab chiqilgan asosiy ikkita o'lchamlarga ma'lumotlar taqdimoti, o'lchamdagi ma'lumotlar taqdimotini ko'rib chiqamiz. Bular vektor formatdagi, vektor o'lchamdagi va raster o'lchamdagi ma'lumotlar. Har bir o'lchamning kuchli va zaif tomonlari haqida fikrlashamiz. Bir o'lchamdan boshqa o'lchamga o'tishni muhokama qilamiz. Fazoviy ma'lumotlar bazalari topologiyasining eng muhim aloqalarini muhokama qilamiz. Fazoviy obyektlar nima o'zi? Fazoviy obyektlar fazoda ma'lum bir joy yoki hajmni egallagan yoki bir qancha fazoviy xususiyatlarga ega bo'lgan obyektlardir. Buni geografik obyektlar sifatida ham talqin qilinadi va bularga tog'lar, daryolar, yo'llar, davlat chegaralari, binolar, yer uchastkalari va boshqalar kiradi. Geografik obyektlar quyidagi asosiy elementlari bo'yicha aniqlanadi. Birinchi, joylashgan o'rni. Ikkinchi, fazoviy xususiyatlari. Ikkinchi, boshqa subyektlarga nisbatan tutgan o'rni, ya'ni munosabati. Keyingisi, tematik xarakterdagi yoki o'ziga xos xususiyatlari bilan farqlanadi. Demak, bu sxemada ham fazoviy obyektlarni demak bir-biridan farqlanishi ko'rsatilgan, ya'ni joylashgan o'rni, fazoviy xususiyatlari, fazoviy munosabatlari va o'ziga xos xususiyatlari. Fazoviy munosabatlariga demak uni o'lchamlari va ularni topologiyasi ham kiradi. Endi joylashgan o'rin deganda nimani tushunamiz? Demak, biz ana shu fazoviy obyektlarni, geografik obyektlarni joylashgan o'rniga asosan e'tibor qaratadigan bo'lsak, joylashgan o'rni deganda o'sha geografik obyektni yoki fazoviy obyektning manzilini tushuniladi. Bu demak, ma'lumotlar tizimida bog'liq ravishda mutlaq ifodalanishi mumkin yoki bo'lmasam World Geodetic Systems degan, ya'ni jahon geodeziya tizimiga 84 ga asoslangan boshqa geografik obyektga nisbatan tutgan o'rni sifatida baholanishi mumkin. Masalan, Urganch davlat universiteti koordinatalar bo'yicha masalan falon kenglik shimoliy kenglik, falon grad shimoliy kenglik, falon grad sharqiy uzoqlikda deb ham aytilishi mumkin. Yoki bo'lmasa Urganch davlat universiteti yangi qurilayotgan binosi, u Urganch davlat universiteti asosiy binosining orqa tomonida deb tushundirish mumkin. Demak, ya'ni koordinatalar sistemasida uni ko'rsatishimiz ham mumkin yoki boshqa ma'lum bir obyektga nisbatan joylashuv sifatida ham uni ko'rib chiqishimiz mumkin ekan. Endi fazoviy xususiyatlar degandan nimani tushunamiz? Demak, fazoviy xususiyatlar deganda ana shu fazoviy obyektning yaxlitligi yoki uzluksizligi, o'lchamlari va shakli tushuniladi. Demak, bunda o'lchamlariga uni maydoni, perimetrlari, uzunligi va hajmi kiradi. Fazoviy xususiyatlarga misol qilib keltirishimiz mumkin. Masalan, Qirg'iziston Respublikasi maydoni 198.500 km². Bu maydon faqat yer yuzidagi boshqa davlatlarga nisbatan Qirg'izistonni ajratib turadigan xususiyat. Demak, faqatgina Qirg'izistonning maydoni shuncha kilometr kvadratga teng deb ko'rsatishimiz mumkin. Yoki fazoviy xususiyatlarni boshqacha tasvirlashimiz mumkin. Masalan, Amerika Qo'shma Shtatlari fazoviy o'zaro bog'lanmagan hududlarda joylashgan. Masalan, Gavayi
Alyaska shtatlari AQShning boshqa shtatlari bilan umuman umumiy chegaraga ega emas, ular bog'langan emas. Demak, bu ham fazoviy xususiyat sifatida qaraladi. Bundan tashqari fazoviy munosabatlar nima? Fazoviy munosabatlar bu bir fazoviy obyektning boshqa obyektga nisbatan tutgan o'rni. Ular odatda quyidagicha tasdiqlanadi. Birinchi o'lchamlari bo'yicha, ikkinchi topologiyasi bo'yicha demak bir-biridan ajratiladi va tasniflanadi. Demak, fazoviy munosabatlar o'lchamlari, demak, uning masofa, yaqinligi, yo'nalishi yoki mo'ljal bo'lsa, topologiyasi demak u qoplashi, bir-biri bilan kesishi, bitta obyekt ikkinchi obyektning ichida joylashishi, bitta obyekt ikkinchi obyektga ulanib ketishi. Demak, bular topologiyasi sifatida qaraladi. Endi o'lchamlari bo'yicha munosabatlar deganimizda, o'lchamlari bo'yicha munosabatlar bu geografik o'rni, ularning masofasi, yo'nalishi va mo'ljal olish nazarda tutiladi. Ikkita fazoviy obyekt orasidagi masofa turli yo'llar bilan ifodalanishi mumkin. Odatda miqdor ko'rsatkichlardan foydalaniladi bu bo'yicha. Demak, yaqinlik, yaqin masofada joylashgan ikkita fazoviy obyektning holati bo'lib, odatda sifat ko'rsatkichlarida ifodalanadi. Masalan, A shahar B shahar yaqinida joylashgan. Yoki boshqacha aytadigan bo'lsak, Yangiyo'l shahri yoki bo'lmasa Chirchiq shahri Toshkent shahriga yaqin joylashgan deb aytishimiz mumkin. Yoki yo'nalish va mo'ljal fazoviy obyektlarga nisbiy o'rnini ifodalaydi. Masalan, A shahar B shaharning sharqida, A bino bu binoning orqa tomonida joylashgan. Buni hozir Urganch davlat universiteti misolida ham ko'rdik yoki hozir aytganimiz Toshkent shahri atrofidagi shaharlar bo'yicha ko'radigan bo'lsak, masalan, Yangiyo'l shahri Toshkent shahridan g'arbda, Chirchiq shahri Toshkent shahridan sharqda joylashgan deb ko'rsatishimiz mumkin. Topologik munosabatlar. Topologik munosabatlar deganda geografik obyektlarning aloqadorligi va uzviyligi tushuniladi. Demak, bunda ularni belgilashda obyektning joylashgan o'rni, manzili, shakli va o'lchamlari inobatga olinmaydi. Shuning uchun ham koordinatalar sistemasining har qanday o'zgarishi ularga umuman ta'sir qilmaydi. Masalan, topologik munosabatlarga misol keltiramiz. Yo'l parkka tegishli, ya'ni yo'l yoki trotuar park ichidan o'tgan. Yoki bo'lmasa shahar Peloponnes mintaqasiga mansub emas. Peloponnes mintaqasi biz bilamiz, Gretsiyadagi eng qadimiy mashhur mintaqa va unda eng mashhur shaharlardan biri, qadimiy shaharlardan biri Sparta joylashgan. Demak, qaysidir shaharni, demak, misolda aytayapti, Peloponnes nimasiga, mintaqasiga tegishli emas yoki boshqa joyda ekanligini ko'rsatyapti. Yoki bu ko'chalar kesishmagan. Bu ham topologik munosabat. Demak, uni koordinatasi umuman inobatga olinmagan, ikkita ko'chani aytayapti, kesishmagan. U qayerda boshlangan va necha kilometr davom qiladi, lekin u hech qayerda kesishmagan. Shuning uchun ham uni nimalarini koordinatalari hech qanday ahamiyatga ega emas. Faqat topologik munosabatlar inobatga olingan. Endi topologik munosabatlarga yana misollar ko'rib chiqamiz. Demak, poligonlar o'rtasidagi topologik munosabatlar qanday bo'ladi? Demak, biz ko'rib chiqamiz hali nuqtali obyektlar, chiziqli va poligonli obyektlar mavjud. Buni yana ko'rib chiqamiz. Endi hozir ko'rib chiqadiganimiz poligonli obyektlarning o'zaro topologik munosabatlari. Bularni birinchisi ulanish yoki ikkita poligon bir-biriga ulanib ketgan yoki bitta chiziqda bir-biri bilan demak umumiy chegaraga ega. Yoki tegish. Ikkita poligon bir-biriga qaysidir nuqtada bir-biriga tegib o'tgan. Yoki bo'lmasa, uchinchi misolimiz bitta poligon ikkinchi poligonning ichida joylashgan. Misol aytishimiz mumkin, biror dengiz ichida orol joylashgan yoki ko'l ichida quruqlik joylashgan yoki quruqlik ichida suvli obyekt joylashgan va hokazo. Qoplash. Demak, qoplash bitta obyekt poligonli obyekt ikkinchi bir poligonli obyektni qoplagan. Bu qanday bo'lishi mumkin? Masalan, ekin dalalarni qum bosishi yoki cho'llashishning kengayishi va hokazo bularni tahlil qilganda undan foydalanadi. Endi chiziq va poligon o'rtasidagi topologik munosabatlar qanday bo'ladi? Bu ikkinchi rasmda ko'rib turibmiz, nuqta hudud ichida joylashgan bo'lishi mumkin. Nuqta hududning chegarasida joylashgan bo'lishi mumkin. Va uchinchi holat bo'lsa, nuqta demak nimadan poligondan tashqarida joylashgan bo'lsa, bu poligonga tegishli emas. Nuqta va chiziq o'rtasidagi munosabatlar, demak, nuqta bunda chiziq ustida joylashgan bo'lishi mumkin yoki chiziq yaqinida nuqta joylashgan bo'lishi mumkin. Buni qanday tushunishimiz? Misol qilib aytishimiz mumkin, yo'lda bojxona nazorat punkti joylashgan. Siz xohlang, xohlamang o'sha bojxona nazorat punkti orqali o'tasiz. Yoki chiziq yaqinida nuqta. Bu bo'lishi mumkin, yo'limizda
qanchadir metr yoki kilometr masofada metan zapravka yoqib qo'yish shoxobchasi joylashgan va hokazo. Mana shu munosabatlarni topologik munosabatlar deb aytiladi. Endi topologik munosabatlarga yana misol keltirishimiz mumkin. Xaritada geografik obyektlar orasida yaqin munosabatlar ko'rsatilgan. Bunda demak O'zbekiston 5 ta davlat bilan chegaradosh ekanligi ko'rsatilgan. Demak, shimolda Qozog'iston, shimoliy sharqda Qirg'iziston, janubiy sharqda Tojikiston, janubda Afg'oniston va janubiy g'arbiy qismida Turkmaniston bilan chegaradosh. Demak, mana shu 5 ta davlat O'zbekiston bilan chegaraga ega. Boshqa davlatlar O'zbekiston bilan chegaraga ega. Topologik munosabatga ega bo'lgan mana shu 5 ta davlatni ko'rsatishimiz mumkin. Endi o'ziga xos xususiyatlari. Har bir geografik obyekt yoki fazoviy obyekt o'ziga xos xususiyatga ega bo'lib, bu boshqa birorta obyektda takrorlanmaydi va boshqa birorta obyektda buni uchratmaymiz. Masalan, Qirg'iziston misolida ko'rib chiqadigan bo'lsak, poytaxti Bishkek. Demak, boshqa yer yuzasida 230 ta davlat, mamlakat va hududlar mavjud bo'ladigan bo'lsa, ulardan faqatgina Qirg'izistonning poytaxti Bishkek. Yoki davlat tili qirg'iz tili. Yoki aholisi zichligi 27 kishi kilometr kvadratiga. Yoki maydoni 198.500 kilometr kvadrat. Aholisi 6.389.500 kishini tashkil qiladi. Yoki pul yoki qirg'iz so'mi. Mana shu hamma ma'lumotlarimiz demak o'ziga xos xususiyat, faqat Qirg'izistonga tegishli bo'lgan ma'lumotlar hisoblanadi. Endi fazoviy va o'ziga xos xususiyatlar bir-biriga bog'lanishi mumkin. Geografik axborot tizimlari har bir obyektni kompleks tahlil qilish va turli xil so'rovlarni shakllantirishni ta'minlash maqsadida geografik obyektlarning fazoviy va o'ziga xos xususiyatlarini bir-biriga bog'laydi. Misolda ko'rib turibmiz, Qirg'izistonning qancha viloyati alohida tahlil qilishimiz mumkin yoki o'sha viloyatlarning hammasini birgalikda Qirg'iziston misolida ham mumkin. Bunda xohlagan tumanini alohida tahlil qilishimiz mumkin. GATT bunday imkoniyatni yaratib bera oladi. Endi fazoviy ma'lumotlarning modellariga to'xtalamiz. Fazoviy ma'lumotlar modellari geografik makonni ifodalash uchun konseptual sxemalar sifatida tasvirlanadi. Ikkita asosiy fazoviy model mavjud bo'lib, bular birinchisi maydonga asoslangan model va ikkinchisi obyektga asoslangan modellardir. Ulardan qay birini tanlash geografik ma'lumotlar turiga bog'liq. Demak, maydonga asoslangan model qanaqa bo'ladi? Maydonga asoslangan model geografik makonni kelib chiqishi jihatdan bir xil bo'lgan hamda uzluksiz tarkibiy qismlar va maydonlar sifatida baholaydi. Ko'rib chiqilayotgan hodisa ikkita o'lchamli makonning har birida muhim ahamiyatga ega. Maydonga asoslangan model tarkibi, namligi, joy relyefini ifodalash uchun yoki aholini ifodalash uchun foydalanadi, chunki bu ko'rsatkichlar doimiy ravishda bir joyda boshqa joyga nisbatan farq qiladi. Endi maydonga asoslangan modelni misol tariqasida ko'rib chiqadigan bo'lsak, bu rasmda demak aholi zichligi haqidagi ma'lumotlar maydonga asoslangan model yordamida ifodalangan. Bunda demak har bir qit'a alohida kataklarga bo'lingan va har bir katak 1 kilometr kvadratni tashkil qiladi va har bir katakka aholi zichligi bilan bog'liq bo'lgan tegishli qiymatlar joylashtirilgan. Demak, bunda maydonga asoslangan modelda yer yuzasi aholisining qaysi qismida aholi zich joylashgan va qismida aholi zichligi past ekanligini ko'rishimiz mumkin. Endi obyektga asoslangan model geografik makonni, shuningdek chegaralarni yaqqol ko'rsatilgan obyektlarni ifodalaydi. Geometrik xususiyatga ega bo'lgan obyektlarning shakli, joylashgan o'rni va hokazolarni ifodalaydi. Bunda o'ziga xos xususiyatlarga ega bo'lgan obyektlar ifoda qilinadi. Bular ma'muriy bo'linmalar, gidrologik tarmoqlar, transport yo'llari, yer uchastkalari va boshqa shu kabi aniq chegaraga ega bo'lgan geografik obyektlarni tasvirlashga maydonga asoslangan model alohida afzallikka ega. Obyektga asoslangan modelni kompyuterda namoyishi aniq geometrik va tematik axborotlarga, o'ziga xos xususiyatlari va boshqalarga ega bo'lgan alohida obyektlar bilan bog'liq bo'lgan ma'lumotlar tuzilmalaridan foydalanishni taqozo qiladi. Obyektga asoslangan modelga misol keltiramiz. Obyektga asoslangan model yordamida aholi zichligi ifodalanishi. Demak, maydonli fazoviy obyektlarning o'ziga xos xususiyatlari sifatida chegaralar bilan alohida ajratilgan. Ya'ni mamlakatlar aholisi zichligi ko'rsatilgan. Demak, bunda ko'rinib turibdi, aholi zichligi mamlakatlar bo'yicha ko'rsatilgan. Demak, bunda
aholi eng zich hudud sifatida ko'rib turibmiz, Hindistonni ko'rishimiz mumkin, lekin maydonga asoslangan modelda Hindistonning hamma joyida ham aholi bir xil zichlikda emasligini ko'rishimiz mumkin edi. Demak, obyektga asoslangan model faqat davlatlar miqyosida umumiy ko'rsatkichlar bo'yicha ma'lumot beryapti. Demak, ham mamlakatning o'zi bo'yicha esa aniq ma'lumot olish uchun buni ham maydonga asoslangan modelda ifodalashimiz mumkin. Endi fazoviy ma'lumotlar tizimi haqida gaplashamiz. Ma'lumotlar tizimi geografik makon va kompyuter qurilmasi orasida bog'lanishni shakllantiradigan va ta'minlaydigan modeldir. Ular aslida ma'lumotlar modellarini tashkil qiladi. Bundan maqsad xotirada ma'lumotlarni saqlash, tezkor kirish, fazoviy ma'lumotlarni qayta ishlash va qayta tiklashdan iborat. Ma'lumot tizimining ikki turi mavjud. Bular birinchisi rasterli ma'lumotlar tizimi. Bu geografik ma'lumotlarni tekis yuzida davomli ifodalash uchun xizmat qiladi. Ikkinchi vektor ma'lumotlar tizimi. Bunda geografik ma'lumotlarni nuqta, chiziq va poligonlar yordamida ifodalaydi. Rasterli ma'lumotlar tizimi obyektga asoslangan modelga va vektorli ma'lumotlar tizimi maydonga asoslangan modelga misol bo'la oladi. Ikkala fazoviy ma'lumotlar tizimining ham o'ziga xos xususiyatlari, afzalliklari va kamchiliklari mavjud. Endi rasterli ma'lumotlar tizimi, demak, rasmda ko'rib turibmiz. Demak, bunda geografik hodisalar bir joyda boshqa joyga nisbatan farq qilishini, to'g'ridan-to'g'ri namoyish qilish imkonini mavjudligi maydonga asoslangan modelni amalga oshirish uchun juda mos keladi. Rasterli ma'lumotlar tizimida demak raster strukturasi mozaik qism sifatida maydonni anglatadi. U har bir katakda ma'lum bir hodisalarning muayyan qiymatini, masalan tuproq turi, o'simliklar va hokazoning ifodalovchi qiymatga ega bo'lgan bir katak yoki kataklar majmuasi yoki piksellar yordamida fazoviy ma'lumotlarning joylashuvini saqlaydi. Endi rasterli ma'lumotlar tizimining o'lchamlari. Demak, tasvirda ko'rib turibmiz. n demak satrlar soni, m demak ustunlar sonini bildiradi. Demak, n ustunlar sonini va n satrlar soni va m ustunlar sonini ko'rsatadi. Demak, bunda kataklar sonini topish uchun ikkalasi bir-biriga ko'paytirish kifoya. Barcha kataklar demak bir xil o'lchamda va Descartes koordinata sistemasida tashkil etuvchisi satr va ustunlarda joylashgan bo'lib, satrlar x o'qi, ustunlar esa y o'qiga parallel ravishda hisoblanadi. Har bir katak quyidagicha ifodalanadi. Birinchi, sistemadagi o'z o'rnini belgilaydigan juft koordinatalar ustun va satr raqami bilan. Ikkinchi, shu holatda geografik ma'lumotning xossalari va yoki xususiyatlarini ifodalovchi qiymat bilan. Raster ma'lumotlarining tuzilishi geografik shakllar namoyishi. Demak, raster ma'lumotlarda geografik shakllar qanday tasvirlanadi? Demak, buni ko'rib chiqamiz. Demak, raster ma'lumotlar tizimida bir yoki bir necha kataklar yordamida geografik obyektlar yoki hodisalar tasvirlanadi. Demak, bunda nuqtalar obyektni belgilashda bitta katakda ifodalanadi. Demak, bitta katak yoki bitta piksel demak nuqtali obyektni tasvirlab beradi. Chiziqli obyektlarni tasvirlashda esa bir qancha qo'shni kataklar ketma-ketligidan foydalanadi. Demak, bir qancha piksellar ketma-ket joylashishi bu demak chiziqli obyektni ifodalaydi. Poligon bo'lsa, demak ko'plab yonma-yon joylashgan nimalarni, kataklarni yoki piksellarni o'z ichiga olar ekan. Raster ma'lumotlarga misol sifatida keltirishimiz mumkin. Sun'iy yo'ldosh tasvirlarini, aerofoto suratlarini, yerning relyefning raqamli modelini hamda skanerlangan xaritalarni raster ma'lumotlarga misol sifatida keltirishimiz mumkin. Endi raster ma'lumotlarini tasvirlaganda turli ko'rkemliklardan foydalaniladi. Odatda ko'pincha kvadratlar foydalaniladi, lekin rasmda ko'rib turibmiz, 4 burchak, 3 burchak, 6 burchaklar ham ba'zan ishlatiladi. Bular nima uchun ishlatiladi? Masalan, ana shu ma'lumotlarning o'ziga xos xususiyatlarini e'tiborga olgan holda ma'noda har xil o'lchamda, har xil mavzuda ishlatiladi. Ko'rishimiz mumkin, 4 burchak shaklda asosan mansard ma'lumotlarini ifodalashda mansard 4 burchak shaklidan foydalanib ifodalanadi.
Endi 6 burchakli piksellardan foydalanish asosan o'sha piksellar orasidagi ularning markazini topish uchun. Chunki 6 burchakda boshqa kvadrat, 4 burchak yoki 3 burchakka nisbatan uning markazi aniq tasvirlanishi mumkin. Nimalar bo'lsa, 3 burchaklar bo'lsa, asosan relief shakllarni, qiyalik yoki nishablik yoki balandlikka yo'nalishlarni tasvirlashda asosan ishlatiladi. Fazoviy o'lchamlar. Demak, katak hajmi fazoviy ma'lumotlar o'lchamlarini belgilaydi. Demak, tanlangan kataklarimiz qanchalik kichik bo'lsa, u ma'lumotni shunchalik aniq. Lekin ma'lumotlar ko'p egallaydi, ko'p joyni egallaydi. Kompyuter uni tahlil qilishi juda ham qiyin bo'ladi. Katak, ya'ni piksel hajmi qanchalik katta bo'lsa, u kompyuter xotirasida juda kam joy egallaydi. Kompyuter ma'lumotlarni tez tahlil qiladi, tez qayta ishlay oladi, lekin u ma'lumot aniqligiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Ya'ni mana tasvirlarda ko'rib turibmiz, 1 kilometrda aniq tasvirlangan, 5 kilometrlik kataklarda aniqlik yo'qolgan, 10 da yana ham yo'qolgan va 50 kilometrlik kataklarda umuman o'qib bo'lmaydigan holatga kelgan. Endi mavzuli qatlamlar. Demak, GIS dasturlarida barcha ma'lumotlar qatlam shaklida saqlanadi. Demak, tasvirlashni bir necha bosqichlari amalga oshiriladi. Ya'ni bitta geografik maydon ko'plab shakl yoki kataklar bilan tasvirlanadi. Bu bosqichlar qatlam deb aytiladi. Masalan, aytaylik, bitta tuman yoki hududin, viloyat hududini oladigan bo'lsak yoki bitta qishloq hududini oladigan bo'lsak, oldin uni shape faylni yaratamiz. Demak, uni o'zini poligoni birinchi chiqadi. Undan keyin aytaylik, uni bor bo'lgan suv havzalari, ko'llari, aholi manzilgohlari va hokazo ana poligonning ustiga ustma-ust o'sha ma'lumotlarni qo'yish orqali to'liq ma'lumotlarni shakllantirishimiz mumkin ekan. Endi vektor ma'lumotlarning tuzilishi raster ma'lumotlarning tuzilishidan farq qiladi. Tasvirda chiziqlarga quyidagi asosiy mantiqiy birliklar mos keladi. Masalan, kontur liniyasi, daryo, yo'l yoki mamlakat chegaralari, demak, vektor ma'lumotlar asosida tasvirlanadi. Demak, bunda vektor ma'lumotlarning afzalligi nima? Geografik ma'lumotlarni taqdim etishda aniqligi, saqlash samarali ekanligi, ya'ni saqlash uchun kam joy talab qilinadi. Ma'lumot kataklarga, kartaga o'xshash shaklda beriladi. Keng ko'lamli fazoviy tahlil amalga oshirish mumkin. Endi vektor ma'lumotlardan raster ma'lumotlarga farqliroq tomoni yana shunday iboratki, o'lchamlarni qanchalik kattaytirsak, o'zgartirsak, u nimaga raster ma'lumotga o'xshab uni sifati buzilib ketmaydi. Aksincha, u qo'shimcha tafsilotlarni bizga namoyon qilishi mumkin. Endi vektor ma'lumotlar taqdimotda qo'llaniladigan geometrik shakllar qanday bo'ladi? Bular demak asosan ikki o'lchovli fazolarda geometrik shakllarni aytib o'tganimizdek nuqtalar, chiziqlar va poligonlardan iborat shakllarda demak vektor ma'lumotlar yaratiladi. Demak, vektor shaklidagi barcha ma'lumotlar mana shu 3 xil usuldan foydalanib yaratiladi. Endi topologik tuzilishlarga misol keltiramiz. Topologik aloqalar bu demak hali aytib o'tganimizdek raster ma'lumot uchun ko'rib chiqdik. Bu vektor ma'lumotda ham xuddi shunaqa fazoviy obyektlarning yaqin bir-biriga yaqinligi va aloqadorligi. Ya'ni shakl va o'lchamga ega bo'lmagan munosabatlar. Masalan, yo'l parkka tushadi, shahar X mintaqada emas, bu yo'llar kesishmaydi. Demak, bu aynan vektor ma'lumotlarga ham taalluqli bo'lar ekan. Ular fazoviy obyektlarning o'zgarganda o'z shaklida qoladilar, o'z shaklini o'zgartirmaydilar. Masalan, bunda topologik tuzilma yordamida fazoviy obyektlarning namoyishi qanday bo'ladi? Nuqta obyektlari kesishish nuqtasi bilan tasvirlanadi. Ya'ni x, y koordinatalar, Descartes koordinatalar sistemasida x, y koordinatalarini kesishgan nuqta sifatida yoki shimoliy yo'nalish va meridianlar va parallellarni kesish nuqtasi sifatida chiziqli obyektlar esa yoylar zanjiri bilan tasvirlanadi. Ya'ni bir qancha ketma-ket yoylardan iborat bo'lib tasvirlanadi. Poligon obyektlar yopiq yoylar zanjiri bilan tasvirlanadi. Ya'ni birinchi va oxirgi nuqtasi ustma-ust tushgan yoy sifatida tasvirlanadi. Endi topologik tuzilmalarga yana misol shaklida keltirishimiz mumkin. Demak, birinchi nuqta. Demak, birinchi misolda birinchi nuqta demak x o'qida 25
va y o'qida 78 qiymatga ega ekan. Ikkinchi nuqta x da 30, y da 82 va hokazo. Har bir nuqta x, y aksesiya o'qlarida, ya'ni Descartes koordinatsiyalar sistemasi bo'yicha o'z qiymatiga ega va ana shunga bog'liq ravishda ular turli joylarda joylashishi mumkin. Endi topologik tuzilmagan misollar 2. Yoylar. Yoylar demak yoylarni tasvirlaganimizda demak ko'rsatilyapti tasvirda, demak A yoy. A yoy birinchi nuqtadan, birinchi kesishmadan ikkinchi kesishmaga qarab yo'nalgan. B yoyi esa uchinchi kesishmadan ikkinchi kesishmaga qarab yo'nalgan. S yoyi uchinchi kesishmadan birga qarab yo'nalgan va hokazo. Endi topologik tuzilmalarga uchinchi misol poligonlar. Demak, poligonlar tashkil qilinganda, poligonlarni tashkil qilgan yoylarning soni berilgan. Demak, birinchi A poligonimiz yuqorida chap tarafdagi poligon. Demak, A poligonimiz 3 ta yoydan iborat. Bu A, G va J poligonlardan, yoylardan iborat. B poligonimiz esa bu ham 3 ta nimadan yoydan iborat. S, D va E yoylar kesishmasidan tarkib topgan. S poligon esa bitta, faqat F mana yoyni o'zidan birinchi va oxirgi nuqtasi ustma-ust tushgan yoy orqali ifodalangan bo'lsa, D poligon 4 ta yoy bilan B, E, G va F yoylari asosida tashkil topgan. Endi 4-chi misol topologik tuzilishga qo'shnichilik. Demak, bunda A yoy demak chap tomonda poligondan tashqarida. Demak, bu poligonga aloqador emas. O'ng tomonda esa A poligon bilan chegaralanadi. Yoki B yoy demak chap tomonda D poligon bilan chegaralangan bo'lsa, o'ng tomonda u poligondan tashqariga chiqib ketadi va hokazo. Demak, topologik tuzilmalarga shuni misol qilib keltirishimiz mumkin ekan. Endi topologik tuzilmalarning afzalliklari va kamchiliklari nimalardan iborat? Bularning afzalliklari xatolarni aniqlashga yordam beradi, ma'lumotlarning to'g'riligini nazorat qilishga yordam beradi, fazoviy so'rovlarga javob berish vaqtini yaxshilaydi. Kamchiliklari saqlash uchun zarur bo'lgan joy hajmini oshiradi. Topologik aloqalarni aniqlash juda murakkab va bu ko'p mehnat va vaqt sarflaydi. Bugungi mavzumiz shundan iborat edi. E'tiborlaringiz uchun rahmat.